Tojikistonning Pomir tog'larida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida yuqori tog'li hududlarda g'ayrioddiy xususiyatlarga ega bo'lgan obyektlar aniqlangan. Alpinistlar va tadqiqotchilar o'z izlanishlari davomida ulkan darvoza shaklida bo'lgan inshootga duch kelishgan. Ushbu konstruksiya sun'iy kelib chiqishga ega ekanligi taxmin qilinmoqda. Insondan ancha katta o'lchamdagi mavjudotlar tomonidan yaratilgan degan nazariyalar ham mavjud. Qo'shimcha ravishda tog'larda tosh bo'laklari topilgan bo'lib, ular qadimda yashagan gigantlarning qoldiqlari kabi toshga aylangan shakllarni eslatadi. Ba'zi olimlar ushbu yo'lakni insondan kattaroq bo'lgan irq vakillari barpo etgan bo'lishi mumkin degan fikrni ilgari surishmoqda. Ushbu gipoteza Bibliya matnlarida tilga olingan nefilimlarga oiddir. Nefilimlar Bibliya rivoyatlarida tilga olingan, juda baland o'lchamdagi, ba'zan yovuz gigantlar sifatida tasvirlangan mavjudotlardir. Ularning paydo bo'lishi Nao davriga oid voqealar bilan bog'lanadi.